O'tgan zamonda bir Abdusalom degan kishi o'tgan ekan. Uning yolg'iz o'g'li bo'lib, yer-u ko'kka ishonmay voyaga yetkazibdi. Kunlardan bir kuni yoniga chaqirib, "O'g'lim, yigit kishining ko'rki uning go'zal hunaridir. Sen o'zingga yaxshi hunar top", debdi. O'g'li hunarlar ichida eng zo'ri o'g'irlik bo'lsa kerak, debdi. Shunda ota, o'g'irlik bo'lsa o'g'irlikda, qani qo'shnining qo'yini o'g'irlab olib kelchi, debdi. O'g'li qo'shnisining semiz qo'chqorini o'g'irlab olib kelibdi. Ota xursand bo'lib, endi bir hafta maishat qilamiz, debdi. Qo'y go'shtini bitirishgach, o'zlarini taroziga tortib ko'rishibdi. Ota bir haftada 4 kiloga semiribdi. O'g'il 3 kiloga ozibdi. O'g'il hayron bo'libdi. "Ey nodon o'g'il, sen o'g'irlab kelgan qo'yning pulini men bir kun oldin qo'shniga berib qo'yganman. Men shuning uchun xotirjam semirdim. Halollikda gap ko'p. Shuning uchun o'g'lim, sen o'zingga boshqa halol kasb topgin, o'g'lim", debdi.